Assalomu alaykum obunachilarim. O'sha internetda tinmay aylanayotgan lavashli xonimni biz ham tayyorlab ko'ramiz. Bizga kerakli bo'ladigan masalliqlar tayyor lavash xamiri va nachinkamiz. Nachinkamizga men piyoz, go'sht va kartoshkadan foydalandim. Siz o'zingizni tabingizga mos holda tayyorlab olishingiz mumkin. Nachinkamizni olib, lavash xamiriga yog' surtgan holda nachinkamizni sovib oldim va rulet shaklida o'rab, mant qosqonga joyladim. Ruletimiz mant qosqonga sig'magani uchun men teng ikki qismga bo'lib oldim va ustiga yog' surtdim. Yog' sizga yumshoqqina pishib chiqishiga yordam beradi. Kattalarimiz ham bemalol yeya oladi uni. Siz ham oila a'zolaringizga tayyorlab bering. Agar tayyorlab ko'rgan bo'lsangiz, sizga yoqqanmi? Oila a'zolaringizgacha fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Menga xuddi shunaqa lavashdan 3 ta tayyorlab oldim. Uydagilarimga juda ham yoqdi, bolalarga ham yumshoqqina bo'lib yeyishlik chiqargan. Aytgancha obunachim bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimni o'tkazib yubormaslik uchun albatta obuna bo'lib qoling va bizga esa yoqimli ishtaha.